Rishton Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida mingdan ziyod yoshlar tahsil oladilar. Xalqimiz salomatligini saqlashga hissa qo'shadigan malakali mutaxassislarni yetkazib berish borasida samarali ishlar tashkil etilmoqda. Joriy o'quv yilida 550 nafar o'quvchimiz texnikum tamomlash arafasida turibdi. Bizda bitiruvchilarimizni bandligini ta'minlash yuzasidan bir qator ishlar amalga oshirilgan. Shulardan eng asosiyini aytadigan bo'lsak, bizda Yaponiyaning Mazuri shahri bilan birgalikda Rishton tumani o'rtasida imzolangan memorandum asosida o'quvchilarimizni bandligini ta'minlash yo'lga qo'yilgan. Bu borada 2023-yil dekabr oyida men va yana bir nafar o'qituvchimiz birgalikda malaka oshirish kursida Yaponiyada bo'lib qaytdik va bir qator o'quvchilarimiz shu joyda borib ishlaydigan joylar bilan tanishdik. Hozirgi kunda yapon tilini o'rgatish bo'yicha texnikumimizda bepul kurslar ketyapti. Shulardan bitiruvchilarimizdan hozir 2 nafarida yapon tilini bilish darajasini N4 darajasini olishdi va shu oktyabr oyida ularni Yaponiyada ishlash maqsadida yuborish rejalashtirilgan. Yil hamshirasi ko'rik tanlovi tashkil qilindi. Bu ko'rik tanlovidan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchilarni muhim chuqur va bilim ko'nikmalarini egallash va kelajakda o'zini kasbiga bo'lgan muhabbatini oshirish, yurtimizga, xalqimizga sog'ligi to'g'risida qayg'urishni yana ham chuqurroq o'rgatishdan iborat bo'ladi. Yil hamshirasi ko'rik tanlovi ham iste'dodli yosh tibbiyot bilimdonlarini kashf etmoqda. Yoshlar ishtirokidagi tanlovda qatnasharkanmiz, bo'lajak hamshiralar o'zlarining bilim va mahoratlarini sinovdan o'tkazdilar. She'riy tanishtiruvlar, badiiy chiqishlar orqali tadbirga fayz ulashdilar. 2022-yilda o'qishga qabul qilinganman va shu kundan boshlab men shu birinchi navbatda tibbiyotda nazariy bilimlarni o'rganib oldim va shularni amalda, ya'ni amaliyotda qo'llab keldim. Asosan hamshiralikda birinchi navbatda hamshiralik bosqichlarini o'rgandim. Ya'ni bemor bilan qanday muloqotda qilish, etika, estetika va ularda qanday holatlar bo'lishi haqida shu kungacha o'rganib keldim. Va amaliyotim mobaynida bemorlar bilan qanday muloqot qilish va inyeksiya jarayonlarida qanday muolajalarni o'rganish chora-tadbirlarini o'rganib keldim. Bundan tashqari shifoxonada, ya'ni amaliyot qilayotgan joyimizda o'sha amaliyot ichi mobaynida undagi xatti-harakatlar, ya'ni shifoxona ichi infeksiyalarini, Sanpin buyruqlariga asoslanib ish yuritishni o'rgandim. Tibbiyot hamshirasi asosan bemor bilan yaxshi munosabatda bo'lishi, ya'ni uning birinchi navbatda axloqi, odob-axloqi yaxshi bo'lishi. Ya'ni muolaja qilayotgan paytda birinchi navbatda muolaja maqsadini yaxshi tushuntirib berish va bemorga yetkazib berishi. Ya'ni o'sha holatda hamshira kulib turib, ya'ni bemorni ruhiy holatdan o'ziga biriktirib olishi lozim. Bemor bilan muloqot qilayotgan paytda bu so'z muhim ahamiyatga ega. Ya'ni shirin so'z bo'lib, muolajasini yaxshi davom ettirsa, unda bemorni, ya'ni tuzalib ketishiga o'zida kattakon ishonch hosil bo'ladi. Albatta, sifatli ta'lim kelajak poydevori sanaladi. Bu borada ularga ta'lim berayotgan ustozlar ham yaratilayotgan sharoitlardan minnatdor. Tibbiyot bilim dargohimizda nazariy bilimlar bilan bir qatorida amaliy bilimlar ham o'rgatilib boriladi. Bu jahon standartlariga mos kadrlarni tayyorlash uchun biz darslar jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanamiz. Yana bir yutuqlarimizdan biri, biz tuman tibbiyot birlashmasiga juda ham yaqin masofada joylashganmiz va har bir bo'limda bizning fan xonalarimiz mavjud bo'lib, bu joylarda darslarimiz malakali tibbiyot xodimlari tomonidan olib boriladi va kelajakda o'zlarining kasblarida kerakli bilimlar o'z kasbining ustalari tomonidan berib kelinadi. Bu yerda tahsil olayotgan yoshlarning kelajakdagi rejalari, orzu istaklari bisyor. O'zimizga kattaroq bir talab qo'yamiz, maqsad qo'yamiz. Maqsadlardan eng bittasi ushbu dargohni tugatib oliy ta'limga topshirish. Kelajakda xalqimizni barcha oilalariga, aholisiga keng qo'llamda sog'lig'ini saqlashga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Bu kabi ko'rik tanlovlar sohaga kirib kelayotgan yoshlarga tarbiyaviy ta'sir o'tkazadi, kasbiy mahoratini oshiradi. Sog'lom turmush tarzini targ'ib etadigan bo'lajak tibbiyot xodimlari aholi orasida tibbiy madaniyatni yuksaltirish, el-yurt salomatligini saqlash borasida xizmat qiladilar. Yil hamshirasi ko'rik tanlovida munosib o'rinlarni qo'lga kiritgan g'olib va sovrindorlar munosib mukofotlar bilan taqdirlandilar.